Bugungi kunda Xitoyda ishlab chiqarilmagan narxlari eng zo'r chiqadigan 7 o'rindiqli avtomobillardan bittasi butun dunyo bo'yicha. Eskalator, lift, dvigatellar ishlab chiqarish bo'yicha eng nomdor korporatsiyaning yangi avtomobili Mitsubishi Destinator 2026. Bu Mitsubishining 7 o'rindiqqa ega bo'lgan eng hamyonbop va komplektatsiyasi ham eng zo'rlardan biri bo'ladi. 12.3 dyumdan iborat bo'lgan multimedia markaziy paneli bu Mitsubishi uchun eng kattalardan biri bo'ladi. 7 o'rindiqda charm, Yamaha premium akustikasi, panorama tom, 2 zonadan iborat bo'lgan klimat kontrol, kruiz kontrol, polasa удержания, samotarmajeni ham o'rnatilgan bo'ladi. 1.5 litrli turbinli motor, 4 ta silindrga 161-164 atrofida ot kuchi bo'ladi. Ham bojxonasi ham arzon, o'zi ham ekonomik bo'ladi. 360 kamera, avtomobilning yerdan balandligi 224 mm atrofida ekan va Destinator avtomobili yengillanganligi uchun yangi disk ham R18 qo'yilgan bo'ladi. Bagajniklari ham elektropривод bo'ladi. Narxlari 3 ta opsiyaga qarab bo'linadi. Bor yo'g'i $17.500 dan $22.000 AQSh dollargacha bo'ladi.